Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizga qarshi olamiz. Ko'rdiki 606 til texnik maktabining butun o'qituvchilari tutqun qilingan. Sharq Turkistonda yerlik aholilar davomli ko'chirilmoqda. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi masjid va mozorliklarni yo'qotayotganligi haqida doklad berish yig'ini ochildi. 22 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyga Uyg'urlarni qo'yib etish chaqiriqi bo'ldi. Qozog'istonlik Uyg'ur yigit Anvar Diyas yana bir qatam dunyo chempioni bo'ldi. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsa. Erkin Asiya Radiosu xəbərdə muxbirlərinin aniqlaşı arqılıq Koreyadakı Cahan Pul Muamele şirkətinin sahibi və 606 til məktəbinin qurğucularından biri Karxanachi Hasanjan İsmailning tutqun qilinganligi oshkorlangan edi. O qurgan məktəbning ahvoli haqida elib berilgan keyingi aniqlashlarda mazkur məktəbdagi 6 nafar o'qituvchining Qashqar va Xotandan Koreyga ishlamchilikka kelgan aholilarning farzandlarini haqsiz o'qitganlik uchun tutqun qilinganligi oshkorlangan. Tutqundagi Karxanachi Hasanjan İsmailning Koreyadagi 606 til texnik maktabi haqida Koreyadagi vaziyatdan xabardor kishilardan biri mazkur maktabning 6 nafar o'qituvchisining o'tgan yil oktyabr oyida tutqun qilinganligini. Koreyada iqtisodiy va ijtimoiy unum hosil qilgan bu maktab Karxanachi Hasanjan İsmail tutqun qilingandan keyin Xitoy soqchilarining texmo ilgirlab tekshirish obyektiga aylanganligi. Tekshirish natijasida Xotan va Qashqardan Koreyga ishlamchilikka kelgan aholilarning farzandlarini haqsiz o'qitganligi va bu haqsiz o'qigan o'quvchilarning ba'zilarining dadasi yoki onasining lagerda ekanligi. Mazkur maktabning Oltingul İsmail, Ahmedcan, Turg'un va Abdusalam qatorliq 6 nafar o'qituvchisi jinoyatchilarga esdashlik qilish gumoni bilan tutib ketilganligini bildirgan. 606 til texnik maktabi qurilish jarayonida Xitoy doiralarining ko'p qatim to'sqinligiga uchragan ekan. Ko'rilgan munosabatli o'rin xodimlari 606 til texnik maktabi o'qituvchilarining ahvoli haqida ma'lumot berishni izchil holda rad qilib kelmoqda. Tangritog to'rining 25 oktyabr kuni tarqatgan xabarda yaqinda Maralbeshi noyisining har qaysi yezi bozorlaridan jami 813 oila 3433 odam o'z uylaridan ko'chirilib, Maralbeshi bozoriga yasalgan atalmish Baxtgullik mahallasidagi 68 kvadrat metr keladigan bino uylarga ko'chirilgan. Mazkur xabarda yezi qishloqlardan ko'chirib kelingan aholilarning mahalla yezkent sexini kirgizib, atalmish korxona Namrat oila andisi orqali muqim ishga o'rlashtirilganligi. Ularning Maralbeshi noyisidagi Xixun kiyim-kechak shirkatida ishga o'rlashib, muqim kirim bilan Namratlikdan qutulganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi yezi aholilarini atalmish ishik oldida xizmatga o'rlashtirish degan nom bilan tuvan maosh berib, ota-bobolar yashab kelgan zamonlardan majburiy ayirib, yezi noyilarga silingan kiyim-kechak zavodlarida ishga silayotganligi. Hatto ifodasi yaxshi deb qaralgan bir qism lager tutqunlarining mushu zavodlarda majburiy emgak silinayotganligi xalqaro jamiyatning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatib tadqiq qiluvchilar Amerika Davlat Majlisida Sharq Turkistondagi majburiy emgak masalasi haqida guvohlik berganda, Xitoy hukumatining atalmish terrorlikqa qarshi urushining keyingi qadami sifatida atalmish ijtimoiy muqimlik va uzoq mazgillik amallikni nishon qilganligini. Bu nishonga yetish uchun Xitoy hukumatining Namratlikdan qutuldirish nomida atalmish tarbiyalashga to'plangan Uyg'urlarni sistemlashgan zavodlarda majburiy emgak silayotganligini. O'qish yoshiga yetmagan bolalarni bo'lsa, hukumatning boshqarishidagi yaslilarga ib ketib, Uyg'ur kimligini unutuldirib, Xitoy madaniyatini singdirayotganligini o'tirib qo'ygan. 10 ayning 29 kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerika Davlat demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati tarafidan Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi masjid va mozorliklarni yo'qotishi haqida Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan tayyorlangan alohida dokladni to'nishtirish uchun birlikda o'rlashtirilgan yig'in ochildi. Yig'inga Umar Qanot vakil bo'lib qatnashdi va Uyg'urlarning navbatdagi madaniy buzg'unchiligini anglatdi. 29 oktyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Amerika, Angliya, Germaniya qatorliq 10 davlat Xitoydan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni jazo lageridan qo'yib berishga chaqiriq qildi. Uyg'urlarni jazo lageridan qo'yib etishga chaqirish uchun birlashma imzo qo'ygan davlatlar Amerika, Angliya, Germaniya, Albaniya, Avstraliya, Belgiya, Kanada, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Fransiya, Islandiya, Irlandiya, Yaponiya, Latviya, Liechtenstein, Litvaniya, Luksemburg, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq davlatlar. Elorda axborot agentligi e'lon qilgan poytaxt tanarkatchilari Gretsiyadan medallar bilan qayta nomliq maqolada ma'lum bo'lishicha, 24 va 25 oktyabrda o'tkazilgan Braziliyacha jiu-jitsu, ya'ni erkin chelishish va mushlishish musobaqasiga 22 mamlakatdan 600 ga yaqin tanarkatchi qatnashgan. Uningda Qozog'istonlik yosh tanarkatchilar 5 oltin, 1 kumush va 1 mis medalga erishgan. Xabar 24 agentligida berilgan Qozog'istonlik jiu-jitsuchilar Gretsiyadagi dunyo musobaqasida 4 oltin medalga erishdi nomli maqolada musobaqa g'oliblaridan Serik Aldiyor, Anvar Dias, Ahmadjonov Alixon,
va Abzal Zangarning ismi atilib, ularning har qaysisining o'z tarixiy ekanligi ta'kidlangan. Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilgan Anvar Diyas mundaq dedi. Men 3 odam bilan chelishdim. Birinchisi Gretsiyalik, ikkinchisi Isroiliyalik, uchinchisi Rossiyalik. Biz 55 kilogramliqlar bu ish chelishdik. Men birinchi bo'ldim. Qozog'istondan 7 odam berib, hammasi medal bilan qaytdi. Men yana bir qatim Qozog'istonning to'g'ini egiz ko'tardim, ham buning xushal bo'ldim. Shundaqla Yarkent shahrida yashayotgan Anvar Diyasning onasi Sahidam Teyopova Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Diyasning Gretsiyaga berib 6 medal olib kelganligiga biz ota-onasi urug' tuqqanlar emas, butkul Yarkent yurti xushal bo'ldi desam bo'ladi. O'tganda Abu Zabiga borganda biz uningdan qattiq ansirgan edik. Biroq shu vaqtda uning birinchi bo'lgandan xushal bo'lib, o'g'limizning cho'ng bo'lib qolganligiga ishondik. Gretsiyaga berib kelgandan keyin Diyasning haqiqatan bu tanharkat turiga qiziqib qolganligini ko'rdik. Biz balimiz dunyoga to'nilsin, elimizni, xalqimizni xushal qilsin deb topgan targinimizni oymay shuning ishlayapmiz. Balimizning bu uxtiqi uni tarbiyalagan ustozlarning uxtiqi. Men bu yerda uning terneri Elshad Osmonovga yana bir qatim cho'ng rahmatimni aytaman dedi. Ma'lumki, tanharkatning har xil turlari bo'yicha Qozog'istonlik Uyg'urlardan ko'plab chempionlar chiqmoqda. Masalan, Mushili Bironi poytaxti Darussalom shahrida yosh o'smirlar orasida chamboqchilik bo'yicha o'tkazilgan Osiyo musobaqasida Ilhom G'affarov 70 kg salmoqda 2-o'rinda. Farangiz G'oparova bo'lsa 3-o'rinni egallagan edi. Yana bir Qozog'istonlik bokschi Hezim Ezbaqi mush yaqinda Amerikada o'tkazilgan musobaqada 2 marta dunyo chempioni atiqiga muyassar bo'ldi. Qozog'istonlik Uyg'urlar kasbiy boks bo'yicha yana bir farzandi Dilmurod Mejitovdinmi cho'ng umidlarni kutmoqda. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Alloh qamoqda.